Endi eng og'ir holat, beilm mo'ysafidlik juda ham og'ir holat. Mana hozir chaqiriqlar bor-ku, pensiya yoshigacha ma'lum mablag'ingiz bo'lsin, shunda qarilik gashti boshqacha bo'ladi va hokazo va hokazo. Ilm ham xuddi shunaqa o'ta kerak. Chunki yoshga qarab boshga, ya'ni salohiyatga baho berish inson fitratida bor-da. Yoshi ulug'mi, demak, bundan maslahat olaman deydi. Ilmsiz odam va ayniqsa yoshi ulug' odam qanday keyin shu holatda maslahat beradi? To'g'ri, tajribasidan kelib chiqishi mumkin, lekin bu qanchalik to'g'ri bo'ladi? Uning bosib o'tgan yo'li. Shuning uchun ilm olamiz, shuning uchun kitob o'qiymiz-da. Kimningdir o'sha bosib o'tgan yo'li va uning bilimlariga tayanish uchun. Shuning uchun aytadi, beshikdan to qabrgacha ilm izladi.